Endilikda 3.8, 3.1, 3.9 kabi chiroyli raqamlarni 7 million so'm to'lab olishingiz mumkin. Videoga like bosing va do'stlaringizga maksimal tarqatib qo'ying. Hukumatning 2025-yil 4-sentyabrdagi 562-sonli qaroriga asosan 2026-yil 1-yanvardan boshlab avtomotor transport vositalari uchun istalgan harf raqam kombinatsiyalarini jismoniy va yuridik shaxslar yagona oshirilgan to'lov summasini to'lagan holatda bemalol olishlari mumkin. Shuningdek, 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab avtomotor transport vositasini qayta ro'yxatdan o'tkazganda chiroyli davlat raqamlarini yagona oshirilgan to'lov summasini 50% to'lagan holatda bemalol o'zlarida olib qolishlari mumkin yoki boshqa shaxslar nomiga qonunda belgilangan tartibda o'tkazib berishlari mumkin bo'ladi. Sardor, Jasur, Dilimiy va yana shu kabi noyob raqam hamda harf belgilarini o'z ichiga olgan davlat raqam belgilarini O'z Avtomoto Belgi davlat unitar korxonasi tomonidan tashkil etiladigan kim oshdi savdolar asosida bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang.